Demak, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Demak, men sizlarga hozir Bootstrapdan foydalanishni o'rgataman. Mana masalan siz agar qanday qilib mana bunday joyga kirishni bilmasangiz, oldingi videoimni ko'ring, videoni qidiring va video o'shanda chiqadi. Demak, avvalo Bootstrap saytiga kiramiz. Shunchaki Bootstrap deb yozasiz. Shunchaki Bootstrap yozasiz. Mana bunday chiqqanda mana bu birinchi saytga kirasiz. Demak, men kirib o'tirmayman va keyin search degan joyga progress deb yozasiz. Demak, mana bunday narsa chiqadi. Bu yerdan anaqani ko'chirish, Ctrl D va bizda hosil bo'lgan narsa mana bunday hozir mana masalan bu yerda 25% progress bor. Agar biz buni 100% qilsak ham bo'ladi. Mana 100% to'liq bo'lib turibdi. 1% qilsak bo'ladi, mana yarmi turibdi. Demak, mana shunday biz Bootstrapda progressni o'rganishimiz mumkin. Demak, shu Bootstrapda xohlagan anaqangizni topishingiz mumkin. Demak, Bootstrapni avvalo ulab olish uchun mana bu Getting Started'dan mana bunday joyga o'tib, mana buni ko'chirib olasiz. Buni o'chirib tozalab, keyin mana buni qo'yasiz. Demak, qolganiga tegmaysiz. Va yana aytganimdek, progress demak, mana bunday ko'rinadiganni ko'chirib olaylik. Demak, ovozim sal pastroq kelayotgan bo'lishi mumkin, e'tibor bermaysizlar. Demak, mana bu yerda 25% ligi yozilib qo'yilgan. Demak, buni kelinglar 40% qilib ko'ramiz. 25% emas, buni 40% deymiz. 400% bo'libdi. 400%. Aytgancha bu 100% dan oshmaydi. 400 qilganimiz bilan baribir 4. Kelinglar bunday qilib ko'ramiz. 0.2 0. Agar biz buni 1 qilsak-chi, 1.3 1.9 mana shunday bo'ladi. 9%, 0%, 100% kabi. Demak, Bootstrapning shunday afzalligi bor, chunki Bootstrap bu xuddi CSS ga o'xshaydi, lekin juda ham oson. Siz shunchaki Bootstrapga kirib, shunday bir ikkita anaqalarni ko'chirib olasiz va shunchaki mana bunday qilib, shunday ko'chirib, bunday qilib siz anaqa qilasiz. Demak, videoni ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib, o'rni bo'lib qo'ying.